Huzurimga bir bemor kelyapti. Turmush qurganiga bir necha yil bo'lgan. Bir necha yil davomida bu juftlik bepushtlikdan aziyat chekib kelyapti. Erkak kishi o'zini urug'ini oxirgi analiz natijasini, spermogrammasini olib kelyapti. U yerda azospermiya, ya'ni urug' 0 degan natija berilyapti. Buni meni oldimga olib keldi. Endi men aytdim. Bu analizingizga qaraganda sizda urug' 0 chiqyapti. Desam, ha, bilaman dedi. Men aytdim, bu analizingiz bir oz bizni to'liq tashxis qo'yishimizga kamlik qiladi. Buni sababi nimadan ekanligini bilishimiz kerak dedim. Mo'yaklarini tekshirib ko'rdim. Mo'yaklar juda kichkina, gipogonadizm. Men aytdim, demak sizda gipogonadizm, bu bosh miyani ostida joylashgan gipofiz bezini tekshirish kerak. U yerda birorta muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu tufayli sizda gipogonadizm vujudga kelgan bo'lishi mumkin. Keyin o'zi urug' hosil qiluvchi hujayra bor yoki yo'qligini bilishimiz kerak. Buning uchun sizdan biopsiya o'tkazishimiz kerak mo'yagingizdan. Mana shu analizlarni hammasini jamlab, keyin bir xulosa ayta olamiz. Sizda bu bo'ladi yoki bo'lmaydi. Lecheniya qilishdan bir maqsad, natija bo'ladi yoki natija bo'lmaydi deb biz keyin sizga bir xulosa ayta olamiz desam, doktor sizga bitta gap aytaymi dedi. Ayting dedim. Hamma shuncha yillar davomida topshirgan analizlarimni natijasini bir paketini olib chiqib yo'q yuborganman dedi. Men aytdim, nega unday qildingiz? Mana hozir keldingiz. Men sizga aytaydim. Sizni taqsir davolasa bir natija chiqadi yoki chiqmaydi, ovora bo'lmang, sarson bo'lmang deb aytardim o'sha biopsiya natijalariga qarab desam, men biopsiya ham qildirganman dedi, lekin yo'q yuborganman. Men deyapti, bitta psixologni gapiga kirib, shu analizlarimni, natijalarini hammasini chiqarib yo'q yuborganman deydi. Chunki menga u psixolog aytgan, agar tanangdagi dardlaringni, kasallaringni unutishni xohlasang, hamma analiz natijalaringni yo'q yuborib degan deydi. Sizlar bunga nima fikr bildirasizlar? Inson o'zini tanasidagi kasalligini, analizlarini yo'q yuborish orqali davolay olishi mumkinmi? Yoki o'sha buni aziyat chektirib turgan dardini analiz natijalarini yo'q yuborish bilan o'sha darddan forig' bo'lishi mumkinmi? Kommentariyada izohlaringizni qoldiringlar va o'sha psixolog haqida ham sizlar qanday bir xulosaga kelishlaringiz mumkin. Meni xulosam shundayki, hozirgi kunda psevdo psixologlar juda ko'payib ketdi. Psevdo psixologlarning gapiga quloq solmanglar, iltimos. Bir nechta mutaxassisning oldiga borsanglar, agar masalan shu psixolog shu deb mutaxassisning oldiga boradigan bo'lsanglar, uni millati, uni dini, uni dunyo qarashiga qarab boringlar. Masalan, shunday bir psixologga borgan bemorlar bo'ladiki, butun hayoti ostin-ustin bo'lib ketadi. Chunki dunyo qarashlar, din va millatlar bir-biriga to'g'ri kelmasligi natijasida jarayon plusga qarab emas, aksincha minusga qarab ketib qolishi mumkin. Va yana shu narsasi borki, sizlar o'zlaringiz bir ongli mavjudotmiz-ku, hammamiz bir insonmiz. O'zlaringiz ham bir tafakkur qilinglar-da, psixologga borganda bu nima deyapti o'zi deb aql tarozisiga solinglar. Va uni bir nechtasini solishtirib ko'rib, keyin o'zlaringizni ixloslaringiz chopa oladigan psixologga borib, u bilan muolaja o'tkazishlaringizni tavsiya qilgan bo'lardim.